如果遇到难题，我们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。G'oyib bo'lgan g'alit maxluqning uyi. Qara Lili, men govuni yo'g'intib etdim. Ben endi yo'g'on maxluq bo'ldim. Ben yana aslim qaytib keldim. Chaqiraq ekran doim govuni qo'rqitib yetadi. Chiqroq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alit maxluq yerdan muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alit maxluq yerdan muhtoj bo'lsa, g'alit maxluq matematika atirtish paydo bo'ldi. Bu ko'p putliq g'alit maxluq xonim ekan. Tangrimga shukri, yilimiz sizlar borkansizlar. G'alati maxluq matematika atirdi, mening g'alati maxluq uyim yo'qolib ketdi. Bu rostli g'alit ishkan. Shunida Markus atdigan men bozor aylanig'ili chiqib ketgan. Qaytib kelgan vaqtimda uyning yo'qolib ketganligini payqadim. Andish qilmang. Shuning ishni menki g'alati maxluq matematika o'qimadim foydalanib uyingiz cho'qib topman. Shunda, chunki g'alati maxluq matematika o'qimay har qanday masalani hal qiladi. Chunki g'alati maxluq matematika o'qimay amaliyot mavjud. G'alati maxluq matematika atirdi, sizlarning bu ishni hal qila oladiganliklarini ishlatdim. Unda sal turib ko'rishaylik. Oy, g'alit maxluq matematika atirdiga qo'shilib birlikda vazifa o'rnig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Bizga qo'shilishni qilamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifa o'rinishimizga yordam beradi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zi bo'lsa, o'lcham. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangla. Matematikaning qiziqarli sirlarini o'lcham. Hozir demaysan-ku bu. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rgan andan degin. Ha, shunday qilay. G'alati maxluq matematika atirdikilar yo'lga chiqaylik. Yo'qolib ketgan g'alati maxluq o'yin tepib chiqaylik. Köpüt xonim, sizning yo'qolib ketgan uyingiz qanday shaklda edi? Keling, sizga ko'rsatib qo'yay, Markus. Mana bu ermak hayvonim kichik yo'nliq bilan uyimning oldida tushgan rasm. Uyingiz haqiqatan cho'nkan. Kichik yo'nliqni o'chog'ida bek kichikkan to'q. Bak, qiziqim kelib ketdi. Bo'ldi, kichik yo'nliq bu oq ko'ngil g'alati maxluq akani bo'zaq qilmagan. Kichik yo'nliq rasmdagi silishtirganda haqiqatan cho'ng bo'lib ketibdi. Shundaq. Uning yo'ngi ilgirga qaraganda ko'p uzrab qoldi. Shundaqmi kichik yo'nliq? Baxtligimni keltiryapman kichik yo'nliq. Uyingiz qanday yo'qolib ketganligini bilgim kelyapti. Qaranglar, usulchi maxluq kelyapti. U har qanday usullarni o'ynay oladi. Bizga g'oyib bo'lgan g'alati maxluq o'yini qanday qilganini topqilib bo'lganini aytib beralamsan? G'alati maxluq qanday qilish kerak? Gapimga quloq solib, muzikaga agishib o'ynanglar. O'ng so'lga minib, andin tuvanga qaranglar. Shundaqda sizlar kichik, o'tiral, cho'ng bo'lgan 3 barmoqlik izni bayqab qolasizlar. Maddani qadam ilib, o'tiral barmoq izni bo'ylab mangsanglar, topolaysizlar. Raqamli maxluqni ko'rdinglarmi? Biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. O'lcham, ko'pchilik tayyorliqlar bitdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1, 2, 3. O'lcham. Qaranglar, biz muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematik ko'rchi ekran keldi. Bir kichik maxluq qanqima karvat ustida sakrayotdi. Bir kichik maxluq bilan o'tirahal maxluq qanqima karvat ustida sakrayotdi. Bir kichik maxluq o'tirahal maxluq va bir cho'ng maxluq birlikda qanqima karvat ustida sakrayotdi. Faqat bir cho'ng maxluq qanqima karvat ustida sakramoqda. Bu bizga cho'ng yordam bo'ldi. Biz hozir cho'ng, o'tirahal kichik deganning ma'nosini bilib oldik. Shuni esimiz tutishimiz kerakki, usulchi maxluq bizga g'oyib bo'lgan o'yin tepishda o'tiral izni bo'ylab menglar degan. Kichik, o'tirahal, cho'ng bo'lsa matematikalik atalg'ular hisoblanadi ekan. Shu matematika atatikilar qani yo'lga chiqaylik, birlikda o'yin izlaymiz. Biz birlikda g'alati maxluq matematika foydalanaylik. Oy! Undaqda bizmi o'ng so'l yo'linish bo'yicha mangaylik. Qani yuringlar. Qaranglar, barmoq izi bor ekan. Bizning izlaydiganimiz bo'lsa, o'tirahal put izi.
Cho'ngmi emas, ham kichikmi emas. O'tiral put izini izlaymiz. Makes, o'tiral put izi qaysi shu? Bu put izlarining hammasi mening putimdan cho'ngdaq qiladi. Biz o'tiral put izini tepib chiqish uchun albatta birin-biri selishtirib chiqqanda o'tiral put izini topa olamiz. Qanday selishtiramiz? Bu put izlari butun ko'chalarga tarab ketgan tursa. Mening bir amalim bor. Yaxshimisan, g'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani. Sen bu yerdagi har bir o'lchamdagi put izlarini rasmdan olamsan. Lili, sen nima qilmoqchi? Endi biz bu put izlarini bir-birlab turga ayirib chiqsak, ularni cho'ng kichikdan silishtira olamiz. Bu yaxshi amal ekan, Lili. Qaysi eng cho'ng? To'g'ri bo'ldi. Men eng cho'ngni bu yoqqa tizay. Undaqda qaysi eng kichik bo'ldi? Ha, men bilaman. Mana bu kichikka. Bu put izi eng kichikmi? Ya, xato bo'lib qoldi. Eng kichigi mana bu. Aslida men shuni demoqchi edim. Undaqda kichikini bu yerga tizib qo'yay. Endi sadi qaysi o'tirxal put izi bo'ldi? Av shukan, o'tiral put izi qaltis. O'tirxal qadam izini bu yerga qo'yay. Sizlar bu yerdagi put izlarini ko'rsatish ekranidagi o'tiral put izlariga o'xshaydiganligini bayqadinglarmi? Haqiqatan o'xshaydi ekan. Shundoq. Biz g'oyib bo'lgan uyning put izini tepib chiqoldik. Matematika atirdiliklar. Qaltis qildinglar. Biz matematika bilimlarini g'alaba oldik. Usulchi maxluqning degini bo'yicha mardona qadam bilan o'tir qadam izini bo'ylab menishimiz kerak. Bundaqda biz mardona qadamlarimiz bilan yo'lga chiqaylik. Bundaq menish nima degan qiziqarlik? O'tiral put izi g'alati maxluqlar bog'ichisiga tutashdi. Undaqda g'alati maxluqning uyi cho'qinmish tarafda. Lekin uni ko'rmadim-ku. Men hech nimani ko'ramadim. Ko'z oldimdagi sariq yo'nliq narsa to'sib oldi. Sariq yo'nliq narsa g'alati ish. Qani qayerda? Voy, aslida sen kelsan Makes, tinchlikmi? Yaxshimisan? Bu daraxtlar bizni to'sib olg'achqa tepish tezki to'xtayotgan o'xshamamdi. Balkim yamishni supisiga chiqsak aniq ko'ra olishimiz mumkin. Yamish chiqsa? Voyja. Faqat g'alati maxluqlar. Hey, nimishqa bu qarovul g'alati maxluq bizni kirgili qo'ymaydi? Faqat o'lchamga uyg'un kelgan maxluqlar yamish supisiga chiqsa bo'ladi. Raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini yana deyishimiz kerakligini bildirdi. Tayyorliginglar bitdimi? 3 sanayman. 1, 2, 3. O'lcham. Qaranglar, g'alati maxluq ko'rsatish ekrani keldi. Bir kichik maxluq serilma taxtining ustida. Bir kichik maxluq va o'tirxal maxluq serilma taxtining ustida. Bir kichik maxluq, bir o'tirxal maxluq va bir cho'ng maxluq serilma taxtining ustida. Faqat birli cho'ng maxluq serilma taxtining ustida qoldi. Cho'ng kichik o'tirxal qatorliq munosabatga uqumli unvonligimiz nayt yaxshi bo'ldi. Soat qancha cho'nglikki maxluq bu yamish supisiga chiqsa bo'lganligini bilgim kelyotdi. Yamish supisiga chiqish uchun normal cho'nglikdagi g'alati maxluq bo'lish lozim. Cho'qim mening putimdan egiz bo'lish, burnimdan pakar bo'lish shart qilinadi. Uning putidan egiz, burnidan pakar. Meni bo'y egizligimni shart to'shamdi ekan. Sizlar qanday qaraysizlar? Go'vo qarovul maxluqning putidan egizmidi? Kechirgin Go'vo. Sen qarovul maxluqning putidan pakar ekansan. Bek kichikkansan. Undaqda mencho. Maxning bo'y egizligi bilan yamish supisiga chiqsa bo'lamdi. O aniqla qarovul maxluqning putidan egiz, biroq u uni burnidan pakarmidi? To'g'ri. Max qarovul maxluqning burnidan egiz. U bekli yo'q ekan. Amsa sancha Lili. Shundoq, balkim sening egizliging supuq yamishga mos kelishi mumkin. Qanday qaraysizlar? Lilining bu egizligi supuq yamishga mos kelamdi. U cho'qim qarovul maxluqning putidan egiz, ham uning burnidan paka bo'lish kerak. Shundoq, bek egiz emas, ham bek pakarma emaskan. Lili o'tirib ekan. Tiz berib yamish supisiga chiqib ko'rib baqal Lili. Amsa men chiqib ketdim-a? Üstüne nemini gördün? Men g'oyib bo'lgan g'alati maxluq o'yini ko'rdim. U av daraxtlarning kendiga yo'shinibdi. Otınlaylı matematik, matematika. 'Matematika' 'atirdiliklar. 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 'Matematika' 'atir
Avar qildim. Sen ko'p putli xonimning uyi bo'lamsan. To'g'ri, men shu. Va, seni oxiri topdik. Udaqma, bo'ldi qilgan. Bekli qidig'im ketdi. Bo'ldi, qochma. To'xta. Kechiringlar, meni qidig'im ketsalar qechib ketaman. Shunga birining qidiqlishini ben qo'rqaman. Biz seni g'idiqlamaslikqa va'da beramiz. To'xtab tur. Sen g'idig'ing kelishdan qo'rqib shun qechib ketganmi? Chunki birisini g'idiqli shunda. Shundoq. Kim o? Menimcha cho'qim kichik yo'g'li qidiqilgan-ku deyman. Ko'putli xonimning baqqan ilqi ermak maxluqimi? Undaq emas-ku. Uning seni g'idiqlashi mumkin emas-ku. O'shunchalik kichik tursa, hatto kichik maxluqning g'idig'ini keltira olishimi tas? Biroq rasmda kichik ko'ringan bilan, lekin biz ko'putli xonim bilan ko'rishgili borgan vaqtida bu esingdimi? Esimda qolishicha, kichik yo'g'li xilli cho'ng bo'lib qolgan. Uning ustiga uning yo'llari shundoq uzun. Meni g'idiqimni keltirib etgan. Shu kichik yo'g'li seni g'idiqlabdi-da. Menimcha shundoq qo'l deyman. Biz sana kichik maxluq amdisini g'idiqlamay deb kapolat bersak, biz bilan qaytishni xohlamsan. Biroq Leyli, biz kichik yo'g'lining uni endi g'idiqlamaydiganligi qanday kapolat bera olamiz? Mening amalim bor. O nima qilmoqchi? Uningda bir g'alati maxluq yo'nqiriq o'g'ish bor ekan, u yo'nqiriq ishqa ishiltadi. Bu kichik yo'nliqmi? Shundoq, u yangi mod pasonga qadam qo'ydi. Uzun sho'ldir bo'lmasa, demak endi yana qidiqlishdan asirmaydigan bo'ldimi? Bundan keyin u endi kichik yo'nliqda qo'rqmaydigan bo'ldi. G'alati maxluq matematika atritidagilar qoltisish qildinglar. G'alati maxluq matematika bilimlari yozsin. O'yini tep chiqib, g'alaba qozondik. Biz o'lchamga munosabatli o'qimlarni o'rganib kichik bo'lgan. Xuddi menga o'xshash. O'tiral. Xuddi menga o'xshash. Yana cho'ngmi bor? Albatta menga o'xshash. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yangirtaylik. Amiz 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimlarini